Sirdaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Erkinjon Turdimov Guliston tumanida amaliy tashrif bilan bo'ldi. Tashrif davomida tumanning dolzarb muammolariga joylarda yechim izlandi va mas'ullarga aniq vazifalarni belgilab berdi. Yulduz mahallasida 2021-yilda qurilishi boshlangan, biroq turli sabablar bilan to'xtab qolgan 7 ta ko'p qavatli uy, 275 ta xonadon masalasi ko'rib chiqildi. 270 nafardan ziyod fuqaro dastlabki to'lovni amalga oshirgan, ammo 4 yildir o'z uyini kutayotgani tanqidga sabab bo'ldi. Quruvchilar va mas'ullar bilan suhbatda viloyat rahbari ishning nega to'xtaganini ochiq so'radi. Mas'ullarning bee'tiborligi keskin tanqid qilindi. Rahbar tomonidan qurilish ishlarini shoshilinch ravishda qayta boshlash, sifatga e'tibor qaratgan holda jadallashtirish va mutasaddilarni shaxsan nazorat qilib borishlari yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Ahmad Yasaviy mahallasidagi 2 qavatli uylar, aholi yashash sharoiti, joylardagi muammolar mahalla yetkaziligi bilan bamaslahat o'rganildi. Mablag' ajratib, bildirilgan muammolar bosqichma-bosqich bartaraf etish bo'yicha aniq vazifalar qo'yildi. Tajribakor mahallasidagi 15-oilaviy poliklinika tashrif chog'ida ma'lum bo'ldiki, muassasa 1993-yilda qurilgan va hech qachon kapital ta'mir qilinmagan. Bino abgor holatda, zamonaviy tibbiy anjomlar yetarli emas. Bu holat viloyat rahbarining jiddiy e'tiroziga sabab bo'ldi. Shu bois bir hafta muddatda ta'mirlash loyihasi ishlab chiqish, kerakli uskunalar ro'yxatini tuzib, tezkor ta'mirlash yuzasidan topshiriq va ko'rsatmalar berildi. Ushbu ishlar natijasida 45 nafar tibbiyot xodimlari va 4 ta mahallalardagi yashovchi 6150 nafar aholiga qulayliklar yaratiladi. Erkinjon Turdimov tumanni o'rganish davomida berilgan barcha ko'rsatmalar har hafta viloyat hokimligida muhokama qilinishini bildirib, islohotlar va nazorat barobar olib borilsa, har qanday muammo yechilishini ta'kidladi.